Assalomu alaykum. Biz Ot-O'zuba kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilari, Xudo xolasa akalar, men bugun Toshkent viloyati Oqqo'rg'onga kelganman. Polsha Slaskadan chachishgan. Slaska otasi onasini bir boshqacha ta'rifladilar. O'zi Qirg'izistondan kelgan ekan. Shu otni sotuvga qo'yilyapti. Ot egalari Abror aka bizga to'g'ri ma'lumot o'zlari beradilar. Abror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, horma, salomatmisiz? Charchamasdan. Yaxshimi, charchamayapsizmi? Jonivorga ko'z tegmasin. Juda bir boshqacha qarov bo'lgan ekan-a. Shunaqa. Otasini Polsha dedingiz-a? Otasi ham, onasi ham Polsha. Otasini ko'rib olganmiz, onasini sotib olishgan bo'lgan, onasini ko'rmaganmiz lekin. Otasiga havas qilib olgansiz. Otasini ko'rib, otasini bo'yi 185 edi, o'shanga qarab olganmiz. Otasini videolari bor, agar qiziqqan odamlarga bo'lsa, tashlab ko'rsatib beramiz otasini. Otasi bilan bir xil. Montajga qo'shib ketamiz, agar tashlab bersangiz. O'zini bo'yi ham hozir kam emas shekilli, qancha chiqib qoladi? 170 plus minus. 70 ga borib qoladi. 70 ga borib qoladi. 2 oy oldin o'lchaganimizda 168 edi. Orada 2 oy vaqt o'tdi. Kam 68, 70 chiqib qoladi. Yoshi necha yashar buni aka? Iyulning oxirida tug'ilgan, endi 2 yoshdan o'tdi, hali 2,5 yashar yoki 3 yashar bo'lmadi. Tishlarini buzmadi, toy tishlari turibdi, hali tishlarini alishtirmadi. 2 yashar ekan hali. Endi 2 yashar bo'ldi. Bahorga misol uchun mart, aprelda toylar emas. Tishini bitta ko'rsatadi-chi? Qani bitta tishini ko'rsatib qo'yaylik-chi? Mana tishlar. Akalar, mana tishlari. Xolos hali toshlar turibdi ekan. G'ayratlari yaxshi aka? G'ayratlari, oyog'ini yengilliklari zo'r, xudo xolisa. Kelgan odam ko'rib tekshirib oladi. Bo'sh yuradi, baylanib turmaydi. O'shaning hisobiga ham hozir bemalol turibdi. Arqon yetalaganiga hayron bo'lib, ha? Yetalaganiga hayron bo'lib turibdi. Hali menga qilmagansiz shunda? Yo'q. Endi 2 yashar bo'ldi, o'shanga menga qilmadik hali. Hali o'spirim narsa-da. Hali o'spirim narsa. Yoshiga nisbatan bo'ylari, oyog'ining yengilliklari, hamma narsasi yaxshi. Endi oladigan odam kelib o'zi ko'raveradi-da. Buni laqabini nima deb qo'ygansiz buni? Laqab qo'ymaganmiz, va Obid akamiz Vansilot deb chaqiradi. Vansilot. Vansilot deb chaqiradi. O'zimiz qo'ymaganmiz. Mana shu odam qariydi o'sha otga. Qaraganga qo'lga qanaqa yuvoshmi? Yuvosh, lekin juda ham erka toy. Bo'sh yurganning hisobiga erkaroq. Tushunadi. Aka, buni narxi nima deymiz endi toyi? O'zimizga ham kichkina pulga kelmagan. Xudo xolisa 7,5 ming dollar aytamiz, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Kelib ko'rib, tepasida savdolashib, gaplashamiz. Xudo xolisa. Narxi 7,5 ming. Narxi 7,5 ming aytamiz. Endi pasport dokumentlari yo'q. Agar pasport dokumentlari bo'lganda, menimcha boshqacharoq bo'lardi. O'zi kelishi Qirg'iziston dedingiz-a? Qirg'izistondan olgan videolarimiz, 1 yoshdagi videolari, olayotgan videolarimiz, hamma videolar, otasining videolari, hamma narsasi bor. Dalillari bor. Uni yo'qolsam aka menga tashlab bersangiz, bir elga ko'rsatib ketamiz. Mana quyruqlarini ko'tarib yugurib qolar ekan. Jonivor. Uni o'rgatish kerak ekan, tarbiya qilish kerak ekan. Endi birinchi marta arqonga tushdi Pachti. Kelganda arqonda kelgan, mana endi arqonga tushdi bugun. Faqat bo'sh yuradi. Xo'p, xudo xolisa akaning telefon nomerlari 9696, aloqaga chiqasizlar, telefon nomeri bo'ladi. O jonivor, g'ayratini qarang. Mana zardali narsa, xudo xolisa sotuvga qo'yildi. Menimcha yomon narsa emas, ot qilaman deydigan akalar uchun yo'g'onligi ham joyida. Gap narxida qoldi, kelishtirib savdolashib olasizlar. Xudo xolisa. Vansilot dedingizmi? Vansilot. Vansilot sotuvda. Aka, savdolar barakali bo'lsin. Xudo xolisa. Otni bir yaxshi egasiga chiroyli narxda sotib oling aka. Rahmat. Salomat bo'lasizlar.